NPK bu o'simliklar uchun zarur bo'lgan 3 ta asosiy oziq moddani anglatuvchi qisqartma bo'lib, ular N azot, nitrogen, P fosfor, fosforus, K kaliy. NPK o'g'itlari ushbu 3 elementning birgalikda, murakkab yoki alohida shaklda aralashma o'simliklarni oziqlantirish uchun mo'ljallangan kimyoviy moddalardir. O'g'it qoplarida ko'rsatilgan 3 raqamli nisbat, masalan, 16 ga 16 ga 16 yoki 10 20 ga 10 ushbu o'g'it tarkibidagi azot, fosfor va kaliy ko'rinishida ifodalanadi. Ning og'irlik foizini ko'rsatadi. NPK ning o'simliklarga foydalari. Har bir element o'simlik hayotining alohida muhim bosqichlarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Azot o'simlikning yashil massasi, barglari va poyalari tez o'sishini ta'minlaydi. Fotosintez uchun zarur bo'lgan xlorofil hosil bo'lishida asosiy rol o'ynaydi. O'simlikning tez rivojlanishi, barglarning yorqin yashil rangda bo'lishi va umumiy o'sish kuchini oshiradi. Agarda yetishmaganda, o'sishning sekinlashishi, barglarning sarg'ayishi kuchli zararlanishda pastki barglardan boshlanadi va o'simlikning ingichkalashishi. Fosfor ildiz tizimining shakllanishi va rivojlanishida juda muhim. Gullash va meva berish jarayonlarini rag'batlantiradi. Energiya uzatishda ishtirok etadi. Uning foydasi esa ildizlarning yaxshi rivojlanishi, gullashning va meva hosil bo'lishining faollashishi, o'simlikning kasalliklarga chidamliligini oshirish. Yetishlavchiligi urug'larning yomon unib chiqishi, gullar va mevalarning deformatsiyasi, barglarda ko'k yashil dog'lar paydo bo'lishi. Kaliyning vazifasi o'simlikning suv muvozanatini fotosintez va transpiratsiya tartibga soladi. O'simlikning stresslarga, xususan qurg'oqchilik va sovuqqa chidamliligini oshiradi. Kaliyning foydasi o'simlikning umumiy mustahkamligi, meva va sabzavotlarning saqlash sifati, muzlashga chidamliligi va kasalliklarga qarshi immunitetini oshiradi. Kaliyning yetishmovchiligi o'simlikning zaiflashishi, barglarning chetlarida sarg'ayish yoki quruq qolish, odatda eski barglarda. NPK o'g'itlari o'simlikning barcha hayotiy bosqichlari uchun birgalikda zarur bo'lgan asosiy ozuqalarni muvozanatli ta'minlaydi.